Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun yana obunachimiz bilan o'ynab ko'ramiz. Mana u kirib turgan ekan. Ana bosdik. Uni chaqiramiz o'yinga. Taklifimizni oldi. U o'tgan marta shu akkauntni obzor qilgandek. Yaxshi, birinchi gol urdik. Olib qo'yishga harakat qilamiz. Hakimi bu yigitlarga nima qilmasdan. Ma'lumot aytib o'tkazib berdim yigitlarga. Yaxshi. Dizeli olib qo'ydik. Qaytarib oldik. Mbappe olib qo'ydik. Baston. Yaxshi. Esa o'tkazib hop, Mbappe, zarba gol. Yaxshi do'stlar. Yaxshi. O'qish harakat. Visual Van Dijk. Olib gol. Yaxshi ko'rdi. Mana Mbappe oldinga chiqmoqda. Esa Hakimi yaxshi tushirgan edi. Hukumat arzu qilgan deb aytdi. 4 tamam 100 chiqargan edi. Menimcha 4 ta edi. Pasga tezlik, tezlanish va staminasiga 100 chiqargan edi. Yaxshi o'ynayapti hozircha. Yaxshi bo'ladi. Federico Valverde yaxshi olib qo'ydi va Courtois oldi. Yo'q, yaxshi pas. Oldinga chiqib ketdi. Yo'q, Donnarumma chiqib keldi. Yaxshi, birinchi taym bizning ustunligimiz tugaydi. Yaxshi, bu yerda qo'yamiz. Sanab dastalardan yaxshi o'ynaydigan. Buni bilib oldim. Yaxshi, raqiblarimiz futbolchi almashtirmoqda. Yaxshi, o'tmadi. Paslash chiqib ketamiz. Yaxshi, chiqib ketdik. Gol. Yaxshi do'stlar. Mbappe'dan hat-trick. Yaxshi. Yaxshi, Pedro'ga bermoqchi. Yaxshi. Bermoqchi harichalik. Qo'lim. Yaxshi ketyapti. Boshqa bo'ldi. Negadir raqibimiz o'yin to'xtatdi. Chiqib ketmasmikin? Hozir o'yinni boshladik. To'xtagan edim. Pedro himoyada o'tdi do'stlar. Trezegetdan
Xato. Pedri bizdan endi Pedri voy. Oldinga chiqarib yubordik. Gol offside. Offside qolib ketdi Pedri. Yosh. Hop, Samuel. Hadi. Qo'lin kapas. Qo'lin. Juda oldinga chiqarib yubordi. O'zidan o'tkazib yuboryapti. Salga hammasi. O'tgan marta obzor qilganimizda Harry Kane'ning kuchi 100 bo'lgan edi. Yosh o'tkazib yubordi Harry Kane. Harry Kane esa Harry Kane'dan gol. Yaxshi mayli. Biz o'yin oxirlab qoldik. Tenglashtiramiz kerak. O'tkazib yuboramiz. Mbappe'ga pas o'tmadi. Ikkinchi gol. Jarima zarbasi. Va Virgil van Dijk sari qoldi ulardan. Shu yerda bir nima qilib ko'rishimiz kerak. Pedriga astagina tashlab qo'yamiz. Pedri esa bu yoqqa astagina o'tkazib qo'yadi. Hop, Pedri. Yaxshi Yamal. Gol o'yin tugadi. 3-2 hisob bo'ladi. Biz yengdik. Va do'stlar, biz yengdik mana. Iltimos like bosib keting, shuncha mehnat uchun. Xayr, keyingi videolargacha.